Barchaga assalomu alaykum. 13 YouTube kanali Ven darslarimizda davom etamiz. Kommentariyada bizani bir kuzatuvchimiz Ven'da shablonlardan foydalanish nima emas, shablon yasashni ham o'rgating deb yozgan ekanlar. Ana shu bo'yicha shablon yasashga harakat qilib ko'rdik. Bundan oldingi darsimizda shablon uchun kerak bo'ladigan videoni tayyorlab oldik. Demak, uni tayyorlash jarayonini ham sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Ana shu proyektga kiraman. Demak, bu proyektni men telefonimga video sifatida saqlab olganman. Endi mana bu rasmga biroz o'zgartirish kiritmoqchi edim. Keyframe shiljib ketdi, bekor qilib turaman va oxirida yana bitta keyframe va bu rasmni ham biroz yaqinlashtirib qo'ymoqchi edim. Mana shunday. Xo'p, bu proyektim tayyor. Endi buni shablon qilib saqlash uchun yuqoridagi tugmalardan 3 ta nuqtacha bor, e'tibor bersanglar, o'ng tomondan 3-chi. Ana shuni bosaman. Xo'p, pastida demak ochildi 3 ta funksiya: qayta nomlash, proyektni ulashish va eng oxirgisi create template, ya'ni shablon yaratish. Ana shuni bosaman. Shablon yaratishni. Bu yerda hamma rasmlarim belgilangan bo'lishi kerak, e'tibor beringlar. Men demak video tayyorlashda 10 ta rasm ishlatdim va ana shu 10 ta rasm hammasi belgilangan bo'lishi kerak. Tekstni bosaman va tekstim ham belgilangan bo'lishi kerak. Menda belgilangan, mana naturi bittagina tekst ishlatganman. Kliplarda 10 ta rasm, video nima ishlatgan bo'lsam, mana shu yerda hammasi chiqadi. Ana shularning hammasini belgilab qo'yishim kerak. Xo'p, next tugmasini bosaman. Xo'p, nom beringlar deyapti. Demak, template nechudi? Mana shunday nom berib qo'yaman. Description, unga tavsif yozinglar deyapti. Bironta o'zingizlar xohlagan tavsif yozib qo'yinglar. Tavsif yozmasanglar ham hech narsa qilmaydi, lekin albatta unga titel, ya'ni birinchida turgani nom berish kerak. Nom bermasa bu saqlanib qilmaydi. Lekin description yozmasanglar ham bo'laveradi. Endi cover deyapti. Cover bu ko'rinib turadigan qismi. Coverga demak qiziqroq bo'lishi uchun mana bu holatda ko'rinadigan qilib qo'ysak, ko'rgan odamga menimcha qiziqroq bo'ladi. Xo'p, buni saqlash tugmachasini bosaman. Demak, coverni sozladik. Tekstdagi kerak emas bizga. Keep users footage audio. Qolganlariga teginmaymiz. Xo'p, pastga tushamiz endi. Eng pastda save only va save and publish bor. Biza save only qilib uni saqlanib qilib qo'yamiz. Bu qayerda saqlanib bo'ldi? Bu bizning telefonimizda. Demak, mana bu suradigan bo'lsam, asosiy oynasida e'tibor beringlar. Mana bu Ven dasturining asosiy oynasi. Mana bu yerni suradigan bo'lsam, templatesda mana o'sha bizning templateimiz turibdi. Uni ichiga kirib, yuqoridagi 3 ta nuqtani bosib biz uni o'chirib tashlashimiz mumkin. Biz uni o'chirmaymiz. Xo'p, biz bu templateni yana qachon qayta ishlatishimiz mumkin deydigan bo'lsak, demak, templatega kirdim va e'tibor beringlar, tepada Ven template degan yozuv bor. Bu yozuv turaveradi. Watermark, ya'ni subilgiga o'xshagan yozuv. Pastda 100 degan yozuv bor. Ana shu 100 ni bosaman va mendan o'sha dastur rasmlardan tanlashni so'rayapti. Men o'zi boya ishlatgan videolarimda xuddi mana shu rasmlarni ishlatgan edim. Xo'p, endi boshqa 10 ta rasmni tanlayman va xuddi shunaqa stildagi video menda tayyor bo'ladi. 10 ta rasmni tanlab oldim va next tugmachasini bosaman. Ko'ryapsizlar, xuddi o'shanaqa videoni osongina tayyorlab olishim mumkin bo'ldi. Bu Clipsda turibdi. Uni yonida text degan tugmacha ham bor. Shuni ham bosaman va tekstga ham nature deb yozganmiz. Naturening o'rniga masalan o'sha avtomobil deb yozib qo'yishimiz mumkin.
avtomobil deb yozib qo'yadigan bo'lsam, xuddi shu templet avtomobil yozuvi bilan ketadi. Qolgani xuddi shu templet bir xil ketadi. Xohlasanglar mana bu rasmlarga filtr berishinglar mumkin. Rasmni ustiga bosganinglarda 3-4 tugmacha chiqadi. Replace ni bosib rasmni almashtirishingiz boshqa rasmga yoki filtrni bosib rasmni, demak, sal boshqacha qanaqadir filtrlar qo'shib rasmga o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bu qo'shimcha sizga imkoniyatlar. Buni o'sha templetlardan foydalanish darsimizda ham tushuntirib o'tganmiz. Xuddi shunaqa qilib o'zinglar yasagan templetdan video yasab, yana alohida o'sha videoni ham saqlanib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana o'sha o'zim yasagan templetdan foydalanib yasagan yangi videoni mana saqlanib qilib olayapman. Templetni qanaqa qilib boshqalar bilan ulashish mumkin degan joyga keladigan bo'lsak, bu yerda proyekt qilmasdan ekstrakt qilaman. Templetni boshqalar bilan ulashish uchun publish tugmasini bossam, demak, publishni bossam, save and publishni bossam. Bu menimcha bu men yasagan templetni Ven dasturiga yuklab beradi. Ven dasturida boshqa foydalanuvchilar uchun yuklab beradi. Albatta bu yaxshi. Va yana qanaqa qilib uni boshqalarga ulashsam bo'ladi. Share qilib turib, Ven flow code buni ishlatib ko'rmadim. Hozir sizlar bilan birga ishlatib ko'ramiz. Demak, templetga kirgan vaqtimda mana templetga kirdim. Share ni bosdim, ulashish. Share Ven flow file degan ikkinchisi bor ekan. Ven flow code emas, Ven flow file ni bosib ko'raman. Nima bo'ladi? Read only, project pro. Ikkita funksiya bor ekan bu yerda, ikkalasi ham pro ekan. Ularni yoqa olmaymiz. Share qilib ko'ramiz. Generating qildi. Xo'p, template natural vnt degan fayl yasadi bizga. E'tibor beringlar, mana nomlari bilan yozilgan va bizga jo'natish uchun variantlarni tavsiya qilyapti. Telegram yoki masalan Bluetooth va hokazo ulashish mumkin ekan. Hozir men buni Telegramda birontaga ulashib ko'raman. Ana shu faylni Telegramda o'zimni izobranniy papkamga tashlayapman. Izobranniy papkamga demak bu fayl vnt fayl bo'lib tushyapti. Xuddi shuni YouTube kanalimizga olingan OnTech Lessons guruhiga ham tashlayman. Agarda kimda ven bo'ladigan bo'lsa, ochiq ishlatib ko'ringizlar. Bu demak men tayyorlagan templet boshqa telefonlarda ham ishlaydimi yo'qmi shunda bilib olamiz. Bu narsani hozir o'zim birinchi marta qilib ko'ryapman. Agar mana shu ishlasa, demak bu juda ham qulay narsa. Ya'ni men o'zim bironta rasmli video yasab, xuddi shuni birontaga shunchaki ulashim mumkin. Ajoyib musiqa va effektlari bilan. Ular ham faqat rasmlarni o'zgartirib, o'z rasmlarini qo'yadi va ular ham tayyor video hosil bo'ladi. Bu menimcha juda ham yaxshi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatishda davom etinglar. Biza demak ven CapCut bo'yicha yangiliklar qilishga, yangi funksiyalarni o'rganishga va mana shunday sizlar bilan o'z bilimlarimizni ulashib borishda davom etamiz. Video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariyasiga biror nima deb yozib ketsanglar, bu videoni ko'pchilikka yetib borishi uchun yordam beradi va bizga ham qanaqadir motivatsiya beradi. Va yana qanaqa narsalar, effektlar haqida bilmoqchi bo'lsanglar, yozsanglar kommentariyaga yo Telegram guruhimizga. Bilsak, bilganimiz qadar o'rgatamiz, bilmasak, o'rganib keyin o'rgatishga harakat qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar, barchaga omad.